Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanalına hoş geldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmun vitamin B12 yetishmasligi sababidan kelib chiqadigan klinik alomatlar va uningga oddiy usulda davolashni mazmun qilgan. Vitamin B12 kobalamin deb ataladi. U suvda eriydigan vitamin bo'lishqa badan sirtiga börek orqali suydik bilan chiqarib tashlanadi. Badanda bo'lsa jigarda saqlanadi. Bedenning bu vitaminga bo'lgan kunlik ehtiyoji taxminan 3 dan 5 mikrogramgacha bo'ladi. Buning taxminan 75%ni oshqozonda parchalab, inchikchayda sumirish orqali erishimiz. Buning alohidligini oddiy qilib aytganda, hujayralarning metabolizmida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ikkinchisi badanda qizil qon hujayrasi yasashga qatnashadi. Üçüncüsü neyro sisteminin normal işleyişinde nihoyat muhim rol oynaydı. Vitamin B12 bedende ishlab chiqarilmagandan keyin uni faqat yemek ichmakimiz orqali to'liqlaymiz. Bu vitamin bo'lsa beliq, qullular, süt mahsulotlari, go'sht va tuxum qatorli hayvonotlarda ko'proq bo'ladi. Ya'ni hayvonotning ichki a'zolarida ko'p bo'ladi. Bedenning qizil qon hujayrasini hosil qilishga qatnashadi dedik. Navoda vitamin B12 kamchil bo'lsa, u chog'da qizil qon hujayrasining ishlab chiqarilishi to'varak bo'ldi. Bu to'van bo'ldi degan gap qon ozlik kelib chiqadi. Qon ozlik kelib chiqsa, qizil qon hujayrasining asosiy roli badanga oksigenni yetkazadi. Navoda bu oz bo'lsa, badanning oksigen bo'lgan ehtiyoji yaxshi qamdanmaydi. Bu chog'da kelib chiqadigan klinikalik alomatlar bo'lsa, oson charchash bo'ladi, o'zini mag'dursiz his qiladi, zehnini markazlashtirolmaydi, yurak davomli silib beyaram bo'ladigan gap. Andiki harakat qilsa, yo'l yursa yoki chiniqsa nafs qilib ketadi. Bosh qiyish, bosh og'rish ahvollari bo'ladi. Quloq g'o'ng'illaydi. Ondan başqa yana markaziy va atrofdagi nerv sistemasidagi nervlarni qo'g'daydigan mayliq miolinni tuzishga qatnashadi. Bu o'z navbatida nervlarning tez inkas qaytarishiga sabab bo'ladi. Navoda bu miolin degan yaxshi bo'lmasa yoki B12 kamchil bo'lib, bu miolin to'liq yaxshi bo'lmagan bo'lsa, miya nerv sistemasidagi uchurlarning sur'atiga ta'sir yetkazadi. Nervlar orasida signalning sur'ati ostlaydi degan gap. Mana bu seriq yo'g'on turgan nerv hujayrasini chiqqan seriq inchika, buni yipsimon tanchi deymiz. Yipsimon tanchini o'rab turgan bundaq qizil bu shakldagisini buni yilik g'ilapi deymiz. G'ilap pichoqning g'ilapiga o'xshash bu shu yipsimon tanchini qo'g'dab turdi ham signallarni yana bir hujayradan yana bir hujayraga yetkazishda nihoyat tez yetkazadigan rol o'ynaydi bu. Navoda bu yaxshi bo'lmasa, o chog'da signallar nihoyat asta ma'du bu chog'da insonning inkasi asta bilinadi. Bu endi markaziy nerv sistemasi va atrofdagi nerv sistemalar dedik. Atrofdagi nerv sistemalarining zaxmlanganligining ifodasi bo'lsa, put va qo'l terilarining sezimchanligi ojizlashadi. Xuddi bir narsa kiyib olgandek, paypoq kiyib olgandek his qiladi odamcha qo'liga. Endi uyushadi, ba'zilar qo'l putlarim, orqalarim qiziydi deydi. Bu shu atrofdagi nerv sistemlarining zahmatga uchrayotganining bir xil ifodasi. Bu xil hodislar boshqa, masalan, diabet kasalligi bo'ladi, lekin B12 sababli nerv zaxmlanganda bo'ladi. Endi yo'l manganda tamponlarni saqlashda qiynaldi. Besh qiyib xuddi yaxshi ma'lumotdek xuddi raqchi odamdek his qilib ashta bo'ladi. Lekin bu anglash nervlarini buzsa, o chog'da anglash sezimi tuvallaydi. Bu chog'da quloqda bir xil ovoz davomli anglanayotgandek his qiladi. Undan boshqa yana muskullar tortishib og'rish, bo'g'imlar og'rish bo'ladi. Davomli badanim og'riydi degan qarindoshimiz bo'lsa, B12 ni yeb sinab baqsa, balkim
shippa qilib qilishi mumkin. B12 kam bo'lgan bo'lsa. Uningdagi markaziy nerv sistemasidagi nervlarga ta'sir qilgan bo'lsa, odamning oson achchiqlanadigan bir ishlarga o'zining nimasini kontrol qilolmay, mijozini kontrol qilolmaydigan holatda bo'lib qolish ehtimoli bor. Lekin asli tutilish qobiliyati tuvan bo'ladi. Ko'rish nervlariga zaxmi qilgan bo'lsa, ko'rishi ojizlaydi, ko'zi doim chinqilib, rahatsiz bo'lgandek bo'ldi. Lekin ro'yi tushkunlik ko'rildi. Doim harg'in, zehni yig'ilmaydigan bo'ladi. Lekin bu davomlashaversa divanglik kelib chiqadi. Bu nerv sistemlariga bo'lgan ziyni. Undan boshqa yana uchaylarimizdami o'sha nervlar bor. Ham qon ozliqdimi bo'ladi. Bu tomoq og'izga tomoq tetmaydigan, ishda tutildigan, andan birdan qavziyat bo'ldi, undan keyin ishda surdi degandek alomatlar bo'lish ehtimoli bor. Undan boshqa yana og'izning ichki tarafi davomli yerilib tursa, bu B12 ning kamlik ning bir ifodasi. Lekin bek sovuq qishlardami o'sha yerilib ketadi. Lekin B12 kamlig'idami o'sha yerildi. Undan boshqa yana shu shilliq pardalarni zaxmlandirdi. Bu shilliq parda zaxmlangandan keyin til ishib, keyin bir narsa esa ichib og'riydigan bo'ladi. Undan boshqa yana davomli tili og'ziga patmayotgandek his qildi. Bunda bo'lsa B12 kam bo'lishi mumkin deb gumonlansak bo'ladi. Endi qanday kishilarda B12 kam bo'lish ehtimoli bor desa, shu yashanganlarda yoki bo'lmasa yashi 60 dan oshganlarning tekshirish natijasida taxminan 10 dan 15% gacha hammasida degidek shu vitamin B12 kamligi isbotlangan. Buni balkim shu yashanganlarning oshqozonining shilimshiq qavitining zaxmlanganligi, oshqozon suyuqligining ozlishi yoki bo'lmasa vitamin B12 ning sumirilishiga yordam qiladigan oshqozon hujayrasida ishlab chiqariladigan oqsilning kamchil bo'lishi keltirib chiqargan bo'lishi mumkin deb bu bir xil gumon. Shunga yashanganlar odatda yash 60 dan oshganlar odatda vitamin B12 ning tabletasini iste'mol qilib bersa, shu nervlarning zaxmlanishining oldini olib bo'ldi. Undan keyin shu ikkinchi gumonlanadigan yoki kam bo'lish ehtimoli bor insonlar bo'lsa, shu ko'ktatlam yeydigan go'sht turidagi yemeklarni yoki bo'lmasa tuxum, sut ichmaydiganlar da kam bo'lish ehtimoli nihoyatda yuqori ekan. Buni men ishlash jarayonida his qildim. Shu men ko'ktatlam yeyman deganlardan davomli qanday tekshirgan chog'imda vitamin B12 bilan D'ni qo'shib tekshiraman. Ularda asos jihatdan tuvan chiqadi. Shunga shu ko'ktatlam yeydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, vitamin B12 ni iste'mol qilib bergan yaxshi tabletkasini. Undan boshqa asti xarakterlik oshqozon yallig'i, yana shu Helicobacter pylori degan bakteriya bilan uzun muddat shu oshqozonda yuqumlangan bo'lsa, bu B12 ning kam bo'lishiga bir sabab bo'ladi. Undan boshqa yana uzun muddat shu oshqozon kislotasini tezgilaydigan dori iste'mol qilganlar bo'lsa, B12 kam bo'lish ehtimoli nihoyat yuqori. Undan boshqa metformin degan shu diabetning dorisi. Bu dorini iste'mol qilganlarga biz miyada B12 ni birga qo'shib beramiz. Shuningga bu dorini ishlatayotgan qarindoshlarimiz B12 ni iste'mol qilmasa, shu B12 ning tabletkasini ilib birga iste'mol qilish kerak. Bo'lmasa, aniqlan B12 tuvan bo'lib ketadi. Undan boshqa shu vitamin B12 ni oshqozonni parchalab kichik joyda badanga sumirdi dedik. U chog'da oshqozonda kasal bo'lib burun yoki rak kasal bo'lamdi, yoki biror sabablar yoki gastrit bypass operatsiyasi degan bu shu
ig'irlikni tushirish uchun qiladigan operatsiya. Shunga o'xshash operatsiyalarda oshqozonning cho'ng bir qismini kesib etgan bo'lsa, bu oshqozonda ajratib chiqaradigan, bunga yordam qiladigan, parchalaydigan aqsillar bo'lmagandan keyin udullam uchayga ketadi. Shunga uchayda buni yaxshi sumirolmaydi. Undan bo'lgandan keyin bu B12 kam bo'ladi bularda. Undan keyin uchayda kasalliklar bo'lsa, masalan, uchayda shu yalluq, undan keyin yara kasallar bor. Unda bo'lsa, u uchayga kelgan vitaminlarni sumirolmaydi. Shunga bu mesela uchayda ait ig'ir kasallik bog'larga odatda asma qilib asadi uni. Bularda vitamin B12 kam bo'lishini aytdi. Ehtimoli yuqori bo'ladi. Undan boshqa onasi vitamin B12 ga ait kamchil bo'lgan bolalar, shunda onadan tug'ilgan bolalarning kam bo'lish ehtimoli yuqori. Undan buni davolashda bunun tabletkasini iste'mol qilish kerak. Bunun tabletkasining ismi metil kobalamin deganni. Mush xat bo'yicha izlab olsanglar yaxshi. Bu badanga qabul bo'lish nisbati yuqoriroq bo'lgan tabiiy tabletkasi. Odatda doktorxonalarda yozib berildigani, u badanga sumilishi yaxshi emas u. Undan keyin navada bu tabletni yeyapmi, unumi yaxshi bo'lmadi desa, balkim oshqozonning kislotasi yetarli bo'lmasligi mumkin. U yetarli bo'lmasa, oshqozonda sumilishga yordam qiladigan aqsillar chiqarilmaydi. Undan bo'lgandan keyin oshqozonning kislotaligini yaxshilash uchun odatda shu 1 stakan suvga az bir qoshiq yoki yarim qoshiq atrofida shu olmaning achchiq suvini quyib, ashini ichib bersa, o chog'da u vitamin B12 ning sumirilishini, ya'ni uchaydagi bo'lgan sumirilishiga yordam qiladi. Yuqorqi vitamin B12 ning tabletkasini yeyapmi, achchiq suvning, olmaning achchiq suvini ichibmi yaxshi bo'lmasa, o chog'da balkim bir xil aqsil va oshqozonda EF deb olaymi, ingliz ismi. Oshqozonda ajratib chiqarildi. Bu vitamin B12 bilan birlashib, uchayga kelganda, uchay andiki uni sumiralaydi. Navada bu vitamin B12 bilan oshqozon kelganda birlashsa, bu aqsil oshqozondan yaxshi ajralib chiqmasa yoki yetarli bo'lmasa, o chog'da baribir B12 ni yegan bilan uchayga borganda sumiriladigan holat kelmaydi-da. Uning uchun Zeypan degan dori, bu shuningga shu oshqozondagi shu aqsilning rolini o'ynaydigan bir dori ekan. Buni iste'mol qilib bersa, shu oshqozonga kirgan vitamin B12 ni elib, bu uchayga kelib, uchayda sumirilib, shu badanning ehtiyojiga ishlatilgan gap. Shuningga bu Zeypan degan dorini chiqarib qo'ydim o'zini. Navada B12, masalan, aniq B12 kam bo'lib, navada dorisini yeb foyda qilmasa, achchiq suyini ichib foyda qilmasa, bu dorini ilib ishlatib ko'rib baqsanglar bo'ldi. Yuqorida vitamin B12 to'g'riliq qisqacha to'xtaldik. Yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Savolinglar bo'lsa, asta yozib qo'yinglar. Inshaalloh kelar qatim yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.